Qarz bu faqat pul yoki mol-mulk masalasi emas, u inson vijdoni, mas'uliyati va qonunga bo'lgan munosabatini ochib beradigan sinovdir. Ayrim hollarda esa mana shu qarz munosabatlari ishonch bilan boshlanib, mojaro bilan yakun topadi. Poytaxtimizda esa shu kabi bahsli holatlardan biri kuzatildi va avtomashina olib qochish bilan yakunlandi. Unda gumonlanuvchining aytishicha, tanishi o'z avtotransport vositasini qarz evaziga ixtiyoriy ravishda bergan. Ichki ishlar bo'limiga murojaatdan so'ng esa holat jinoyat sifatida tavsiflandi. Poytaxtning Chilonzor tumanida avtomobil olib qochilishi bilan bog'liq holat sodir etildi. Bu haqida tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor boshqaruv markaziga kelib tushgan xabardan so'ng ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Chilonzor tumanining Katta Hozirobod mahallasida 36 yoshli fuqaro o'zini tanishiga tegishli bo'lgan Honda rusumli transport vositasini olib qochib ketdi. Ichki ishlar xodimlarining tezkor sa'y-harakatlari bilan avtomashina haydovchisi hamda avtomashina topildi. O'rganishlar davomida ma'lum bo'lishicha, mashina egasi gumonlanuvchidan bir necha ming AQSh dollari miqdorida qarzi bo'lgan. Pullarni o'z vaqtida olmagan gumonlanuvchi tanishining transport vositasini o'zi bilan olib ketganligi ma'lum bo'ldi. Bunda mashinasini olishdan maqsad 5700 AQSh dollari qarz edi. Xohlasangiz garov sifatida mana mashinamizda turadi. Pul zarur. Mashinani olib qo'yib qo'ydimda, ularga telefon kelayotganda ham aytdim, aka bu mashinangizni olib kelib pulingizni berasiz, olib ketasiz. Bir adashdim, jahlimizni topib qo'ydim, qaytarilmaydi boshqa. Qonunchilikka binoan birovning mashinasini ruxsatsiz va tegishli hujjatlarsiz haydash va olib ketish man etiladi. Buning uchun qonuniy javobgarlik belgilangan. Chilonzor tumani hududida sodir etilgan avtotransport vositasini olib qochilganlik holati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat qo'zg'atilib, gumonlanish tariqasida ushlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.